Onalar o'zlariga xo'jayin tug'ib olishadi deganlar. Ona bo'lsa, homilador bo'lsa, 9 oy ko'tarsa, azobda yashasa, jorni garovga qo'yib hayot mamot o'rtasida bolani tug'sa, bola bir parchayda antga tashab qo'ysa bir kunga yetmas edi. Erta bilan tug'ilsa peshinga yetmas edi, peshinga tug'ilsa shomga yetmas edi. Pashsha talab bir bola bo'lib qo'yatardi. Uni katta qilsa, yemishsa, kechalari tursa, ko'krak tutsa, uni kiydirsa, yuvintirsa, cho'miltirsa, yemek yedirsa-da, o'ziga xo'jayin tug'ilsa. Buna ma'nosi nima degani desa, haqiqatda ham onalar o'sha bolani 9 oy ko'taradi ekan. Birodarlar, 9 oy ko'taradi. Dunyoda bu yukni ko'taradigan, buncha muddatda ko'taradigan odam yo'q. Bo'lmaydi, bunaqa jonivor yo'q. Xo u tuya bo'lsin, xo qachir bo'lsin, xo eshak bo'lsin, hatto temirdan yasalgan mashinamizga ham, traktorimizga ham yuk olsak 9 oy ko'tarib yurmaydi uni. 9 oy olib yurmaymiz. Odami, ayoli zaifa o'zi. Zaiflik ustiga zaiflikni ko'tarib homilador bo'ldi-da, uni 9 oy ko'taryapti. Kechqurun mana bu yerda turib tura qolsin deb u bolani olib qo'ya olmasa. Loqal ota, baraka topkur xotin kunduzni ko'tarding, kechqurun men ko'taray demasa. Tushunyapsizmi nima haqida gap ketayotganini? Hammamiz mana shu jarayonni bosib o'tganmiz. O'sha bosqichda bizlar har holda onamizga rahmat keltirmaganmiz. Ularga bir rohat keltirmaganmiz. Azob ustiga azob berganmiz. Hammamiz shu ishni qilganmiz. Buni payg'ambar ham qilgan, buni avliyo ham qilgan, buni olim ham qilgan, bu azobni qori ham bergan, shaharni sotib olaman degan boyvachcha ham shaharni boshqarayotgan podshoh ham bu azobni onasiga bergan. Bundan hech qanaqa boshqa yo'l yo'q. Shu jarayondan o'tib kelganmiz. Homila kundan kunga katta bo'ladi. Kundan kunga ayolning holi og'irlashadi. Kundan kunga onaning vazni og'irlashadi. Loqal kechqurun oyog'ini uzatib mazza qilib yotolmaydi. Bu yoqda og'riq. Bittaylarda ham bo'lgan bo'lsa kerak, bitta odam tasavvur qilinglar, ayolinglar homilador 7,5 oy, 8 oy tug'ilishiga 1 oy, 1,5 oy qolganda kunduzi to'g'ri erkak kishi charchagan, yoqa borgan, bu yoqqa borgan, do'konda o'tirgan, savdo qilgan, dalada ishlaganda kechqurun mazza qilib uxlayapsiz. Soat 3 da. Dadasi, ha nima deysan? Mazam bo'lmayapti desa, deganmi shuni demaganmi ayollar, deganmi uylanganlar? Degan. Buni bir necha bor marta degan.